Akalar, hozir qiziq holat bo'ldi. Gaz quygan keluvdi. Zapravshi akamiz uxlab qolibdilar. Maza qilib uxlayaptilar. To'xtang, sababini aytmaysizmi? Nimaga? Bu akamiz sal tursa ham uyg'onmayaptilar. Kechqurungi smenda ekanlar. Bola chaqa boqaman, birovdan kam qilmayman deb kechasi bilan ishlayaptilar ekan. Shuning uchun bir uyg'otgandim, gapni so'radi. Assalomu alaykum. Aka, uzib berasiz endi. Bo'ldi. Charchasizlar aka. Ko'z ketib qolibdi. Bola chaqa boqish qiyin emas. Ular bilarmikin deyishni qiynalganingizni. Bilmasa ham xudo bilsa bo'ldi aka. Oy sendan iltimos yo'llarim yorit, yarim kecha uyga qaytyapti erkak, o'zin ovutishga xasta ovozda eski bir qo'shiqni aytyapti erkak. Oy